Mangalchi bolani ham eplab ketdim lekin. Usta, bitirib qo'yibsiz. Albatta. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Hurmatli obunachilar, hamyurtlar, hammalaringga bardosh sog'lik tilayman holatda ishimizni boshlayapmiz. Tugagan holatini ham ko'rsatib, nima bo'ldi, qancha material ketdi, necha kun vaqt bo'lgan, qancha xizmati bo'ldi, hammasini batafsil yorishga harakat qilamiz. Endi operator siz u tomonga o'tasiz, men bu tomondan boshlab olaman. Endi birinchi boshlashimiz asosiy kirganda nima ko'riladi? Asosiy birinchi o'rinda kirganda letniy kuxnani umumiy qilib bitta ochib beradigan narsa mana shu barbekyu zona bo'ladi. Barbekyu zonamizda hop oddiy pishirishda urib, ichkarilarni endi kalyonli kafel variantida qilganmiz. Endi yaqinroq kelasiz, shuni chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Naborni esa tayyorlab chiroyli qilib qo'yib qo'yganmiz. Endi bunga men xohlagan setkamni qo'yib pishiramanmi, shampurmi, oddiy mana shunchalik qiyma shashliklar qo'yib yeymanmi, qaranglar. Nima deyapti? Xohlagan razmerda, xohlasam bu tomon, xohlasam bu tomon. 15 tasi bittada deysizlarmi? Hamma narsa bor. Endi qaranglar, рабочий stol. Mana shunday yotib olsam, xo'p, ko'ryapsizlarmi? Bitta qo'ydim, molni qo'yib, tasir kesib tashlasalar ham bo'laveradi. Qozonga paqir sol. 3 qozonga ham solmayapsizlar. Bitta qozonimiz, ikkita qozonimiz. Litrni so'rayapsizlarmi? Bo'ldi, litrni ham aytamiz. Litr bitta 100 litrli bo'ladi, bitta 60 litrli. Va albatta maktabda joy qilib, endi men ishlashim uchun joy kerak-ku, to'g'rimi? Bitta keyin kichkinagina 25 litrli qozon bo'lyapti. Xo'p, endi qat qilamiz. Qozondan keyingi yana nima kerak? Bizga eng keraklisi, ko'ryapsizlarmi? 100 litrli bitta нержавеечный material bok. Zigollarni tayyorlab chiqarib, eshiklar hammasini qo'yganmiz. Buni sotib olish narxlarimiz har doim o'zgarib turadi. Shuning uchun narxni aytolmaymiz. Dollarda keladigan narx shuning uchun hamma vaqt har xil. Endi qanaqa? 100 ming, 150 minggacha o'ynab qolish ehtimoli bor. Endi tandirni qaranglar-da, tandirda savat qo'yaman, tapir olib turib, shappa yopib chiqaramanda. Tandir ham o'ziga yarasha bir jozibasi bor. Ko'ryapsizlar, mazakasini bosib, endi xullas ko'ram zontishlarni. Shunday chiqqan tandirdan tutunib, sakrab yuryapti-da, osmonga qarab, men ketdim, hayron bo'lmadim. Endi bu yerda kelib, bitta ochib beramiz, suv bormi, yo'qmi? Suv albatta yo'q. Sababi vodoprovod montajlab bo'lgani yo'q. Hali hammasi joy-joyida. Faqat ozgina cholamiz bor. Endi buni uydagilari qanaqadir yana o'sha ishlarni bitkazishnyapti ekan. Endi qancha kafel ketdi, necha kun bo'ldi, xizmat haqqi birinchi o'rinda necha kun vaqt ketdi. Mana shu yerda o'ziga hamyurtlar mana 13 kun vaqt bo'ldi. 13 kun vaqt ichida mana shu narsani qurib bitkazdik. Mana bugun 13-kun. 13-kun, ya'ni o'sha obeddan keyingi soat 4larga yaqin bo'layotgan soat endi hozir. Endi 13 kun vaqt olgan shu ishimiz qancha rasxod bo'lyapti, qancha rasxod bo'lgani o'zimiz ipidan ignasigacha hisoblab chiqishga harakat qildik. Mana shu turishiga holatiga 16 million so'm rasxod bo'libdi, faqat materialning o'zi. Endi usta haqqi qana bo'lyapti? Shuncha narsani qilibsiz, 13 kun ishlagansiz. Usta haqqi qana bo'ldi deydigan obunachilarimizga mana shu hammasini bitirib berishimiz 12 million so'm bo'lgan. Bu bo'layotgan real narsalar. Endi juda ko'pchilik telefon qilyapti. Usta, endi xizmat haqqiga keladigan bo'lsak, qana bo'ladi? Xizmat haqqini qana gaplashamiz siz bilan? Endi siz qurib berayotgan mana shu bitta, ikkita deb qozonga gapirasizmi yoki metrigami? Yoki mana kafel kvadratigami? Yo'q. Biz mana shunday kelamiz, mangalmiz. To nima bo'lsa, nima qurilishini to'g'ri qilib aytasiz. Biz qozoningiz, tandiringiz, mangalingiz hammasini hisob-kitobini qilib bitta qilib narxni aytamiz. Diqqat bilan quloq solib turinglar, eslangdan chiqmasin iloji boricha. Faqat biz xizmat haqqini aytamiz, hech qayerda gapirmaymiz. Nimani gapirmaymiz? Hech qayerda gapirmaymiz buni. Bizdan boramiz, xizmat haqqini gapiramiz xolos. Biz qanaqadir material olib borib beramiz. Endi xizmat haqqimizda gapirib qo'ysak, ko'pchilik usta material ichidami deyapti. Yo'q, bu haligi mantiqqa to'g'ri kelmaydi-da. Bu kara-karaga ham yo plus minusga ham to'g'ri kelmay qoladi. Endi ishlab haligi haqqingda birovni tashib ketadigan gap bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun bu faqat eslatma xolos, to'g'ri tushunasizlar. Endi qaranglar, asosiysi nimani ko'rsatishim kerak sizlarga? Asosiy mana blogerligida qilganimizda juda ko'pchilik iliq fikrlar yozishdi. Juda ham xursand bo'ldik. Hech qanaqa bir endi bo'ldi, jicha-picha haligi negativchilar deymiz-ku o'zimizning tilda. O'shalardan kelgan
gap so'zlarni hisobini olib, devor qana urilyapti, naves qana bo'lyapti, oyoqdagi qana bo'lyapti. Mana shu yerda ham shunday kelganmizda proyektini kelib, oyoqdagi nimani chaqiling, uzunligini mana chaqiling, endi mana unaqa. Tepasi mana qilsangiz, xuddi shu narsani biz oldindan hisob kitobini qilib smetani chizib olamiz. Shu narsalar bitkazib tayyorlab beramiz. Endi eslatib o'tamiz. Men o'zim 92-yilman. Ismim Abdulaziz. Ko'pchilik o'zi tanishtirmayapsiz ekan deyapti. Ismim Abdulaziz. Farg'ona viloyati Rishton tumani Oxir MFYdanman. Faqat ishimiz shu bizda. Boshqa ish qilasizlarmi deyshadi. Ko'pchilik so'rashyapti. Yo'q, biz faqat shu kemada ish qilamiz. 2 narx-navosini aytdik, 12 million so'mga bitirdik. Endi materiali 16 million so'm aytdik. Hamma narsa bo'ldi. 13 kun vaqt ketgan narsaga endi yaqinroq kelamiz. Shu kecha bitta savol tushib qoldi. Usta, mangal ichini nimaga kalyonni kafel qilyapsiz? Xo'p. Hurmatli obunachilar, diqqat qilamiz. Ko'ryapsizlar, oddiy glansiy kafel. O't manatda yonadi. Hech qanaqa manatga огнеупорныйni qo'yish shart emas. Endi qo'yadigan bo'lsa, qo'yib qo'ying, siz qo'yib ko'ramiz. То есть, budjetniy variantda bu. Yo'q, bo'laveradi desangiz, sizga endi bir 2,5 million, 3 millionga tushadigan o'sha summani aytamiz, bizga borib огнеупорный olib kelib berasiz. Yo'q, shart emas desangiz, mana ham turaveradi. Bu birorta joyda xalqaro o'tib qo'ygan yo'q. Shuni yaxshilab eslangda qolsin. Obuna bo'lish esdan chiqmasa, yana ham xursand bo'lamiz. Keyingi narsalardan biz surbani ko'ryapsizlar. Oddiy voda emulsiyada oqartirib qo'yganmiz bunisini. Bunisini ham oqartirib qo'yamiz xolos. Kafel qanaqa variantda? Glansiy 80 ga 30 keramik mahsulot. 120 ga 60 keramik mahsulot bu ham. Keramogranit deyiladi. Endi ko'ryapsizlar, hech qanaqa ortiqcha bir qanaqadir muammoli, qanaqadir bir birov tushunmaydigan material yo'q bu yerda. Oddiygina hamma narsa. Faqat joy-joyiga qo'yib, shoshilmasdan, mondalab joy-joyiga qo'yib qilinsa, hamma narsa ko'ngildagidek bo'laveradi. Xudo xolasa, keyingi obyekt siz uyingiz bo'lishi mumkin. Xudo xolasa ko'rishib qolamiz. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizga men yordam bo'ladi-da, YouTube'da kanalimiz yangi, o'zimizning kanalimiz, ya'ni Mangalchi bola YouTube kanali. Obuna bo'lib, kommentda chiroyli izohni yozib qo'yaverasizlar. Like bosib esdan chiqmasin. Xudo xolasa, sizlarga ham nasib qilsin. Hamma niyatimiz shu. Ko'rayotganlaringdek bugungi manzilimizni oxirida eslatamiz. O'zimizda Farg'ona viloyati Rishton tumani Qayrag'och MFYda bitkazilgan ishlar bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Keyingi obyektimizni yana chiqarishda bardavom harakat qilamiz. Kutib tursalaring, like bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.